Assalomu alaykum akalar. Qirg'izistonga absolutniy bez rastomushga keladigan mashinalardan biri Mercedes-Benz EQB 300. Polnusda elektromobil, zapas xod 450 km, yili 2023, probeg 17.000 km mil yurgan. Mashinani qilinadigan ishi bitta eshigida. Bo'ldi, qolgan joyi hech qanaqa qilinadigan ishi yo'q. Salonda даже airbaglar o'tmagan. Чистый двойной lyuklar qoralgan. Elektromobil izlaganlar uchun juda yaxshi variant. Multi-roll splashnoy monitor, груз управления, память сидения, подогрев руль, сиденье ventilyatsiya полностью qoralgan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bugun auksionda sotmadi. Keyin auksionda o'ynab beramiz. Buni orienировочный senasi 18.000-19.000 dollarga yutsa bo'ladi.